Sizlar 1 metr 2 metr qilib o'tirilmadi. Hammasidan rulon olindi. Hammasi rulon qilib cho'tki qilib mana hozir Andijon filialiga, Surxondaryo filialiga, Jizzax filialiga chiqib yuboriladi. Hammasi metri 11 ming so'mdan hamma viloyatda. Bu oddiy shtampil emas, koreyskiy shtampil. O'sha bozorda 16 ming, 18 ming sotilib turgan. Hop, 3D toza shtampillar hammasi 11 ming so'mdan bemalol filiallarimizda ortiqcha xarajatlarsiz olishlaring mumkin. Azizlar, charchamanglar, barchaga omad. Sizlar filiallarimizda kutib qolamiz. Hozir tayyor ko'ylakni misol 39 ming, 40 ming sotyapmiz. Nima arzon deyishyapti, lekin bu ko'ylagimizni hop metr 11 ming bo'lsa 2 metrdan chiqyapti. Hop 24 ming bo'lgan bo'lsa, nari bo'lsa 30 mingga tayyor bo'lyapti. Biz 9 ming foyda qo'yib 39 ming sotib turdik aslida. Lekin endi sizda imkoniyat bor, o'zingiz chevarsiz yoki qo'shningiz chevar, arzimagan pulga tiktirib, bemalol o'zingiz ko'ynakni tayyor qilib, misol deylik 30 mingga o'zingizga tayyor bo'lyapti, 50 ming, 60 mingdan bemalol sotsangiz bo'ladi. Foydalanib olinglar. Demak, materiallarimiz sifat tekstilda hamisha hamma do'konlarga yetib boradi, lekin hozir Andijonda, Surxondaryoda, Jizzax filiallarimizga mana shu materiallar chiqib ketmoqda. Azizlar, charchamanglar, barchaga omad.